Hozir men narsalarimni shunday pishiryapman. Bu juda g'alati. Va shuning uchun men dunyodagi eng katta pechkani qurmoqchiman. Uni shu yerga qurmoqchiman. Siljib tura olasanmi? Xo'sh, menimcha kattaligi yetadi. Oho, bu turbichak. Mana mening planim. Birinchi bo'lib men pechkani ko'rinishini qilmoqchiman. Va bu men o'ylagandan ko'p vaqt olyapti. Hozir men uni qurguncha sizlarga tushuntiraman. Uning ichida mingtadan ko'p pechka turadi va mingtadan ko'p narsani pishiradi. Va bularning hammasi o'z ishlashi uchun juda tez ishlaydigan restorан mexanizm quraman. Va uning ichida men 3 ta dahshat ferma qurmoqchiman. Va ular cheksiz ko'mir ishlab chiqaradi. Hech qachon tugamaydigan. Va men tugatdim. Yo. Va shuning uchun bari yo'g'i 4 soat ketdi. Birinchi bo'lib super pechka olamiz. Yo. Qayerdan bu yerga shuncha mahsulotlar kelib qoldi? Nega men bu yerga ortib qo'ymadim? Bo'ldi, katta teshik qilamiz. Men o'ylaymanki, pechkalarimiz pol tagida tursa chiroyli ko'rinadi. Shunda siz tepada tursa ichidagi hamma narsa ko'rinadi. Qanday qilib pechkalarni o'zida ishlaydigan qilish mumkin? Men o'tirib hech narsa qilmashim uchun. Pechkani pastidagi narsalar pishgan narsalarni terib oladi. Bular esa narsalarni pishirish uchun ko'mir olib keladi. Agar men ko'mirni bu yerga qo'ysam, va u pechkaga tushadi. Nice. Endi pechkani ustidagi narsalar, ular men pishirmoqchi bo'lgan narsalarni pechkaga yuboradi. Cho'ta bu yerda juda ko'p narsa bo'lib ketdi. Endi hamma pechkalar o'z ishlaydi desak ham bo'ladi. Endi pechkalarga narsani olib kelish uchun biz vagonchalar ishlatamiz. Chunki ular bilan juda tez. Oddiy manalardan ko'ra. Xo'sh, men vagonchalar uchun joy qildim, endi reyslarni qo'yib chiqish kerak. Mana shunday qilib. Mana bu reyslar faqat tepadagi narsalar uchun. Endi pastdagi narsalar uchun ham reyslarni qo'yib chiqamiz. Ko'mir olib keladigan. Ajoyib. Qayerdan bu yerga griper kelib qoldi? Va endi restoran qo'yib chiqamiz. To'xta, vatta. Nega bu ishlamayapti? Ha, bo'ldi. Yaxshi. Shunday bo'lish kerakmidi? Hozir esa vagonetlarni to'xtaydigan joy quramiz. Bu sandiqqa biz ko'mir qo'yamiz. Bu yerga esa biz pishiradigan narsalarni. Ovqat yoki bloklar yoki siz pishirishni xohlaydigan narsalar. Va bular juda tushunarsiz ko'rinishi mumkin. Lekin juda oson. Biz bu sandiqqa narsalarni qo'yamiz va eshik o'zi ochiladi va vagonchalar narsalarni pechkalarga qo'yib chiqadi. Va bo'ldi, bizning super pechkamiz tayyor. Va endi men hech qachon oddiy pechkani ishlatmayman. Hech qachon. Va buni sinab ko'rishdan oldin biz uxlab olaylik. Hazillashgan bo'lmaydi shekilli. Men bu yerdan uxlayapman, sizlar pechkani kutyapsizlar. U yoqda nima gap? Men o'ylaymanki, narsalar otadigan suvli vodopad bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. Oddiy sunduq pishirilgan narsalar bilan zerikarli. Shuning uchun tezda narsa otadigan mexanizm quramiz. Ishlash kerak. Yes. Oho, to'xta. Mayli. Endi esa suvli shashar qilamiz tepagacha. Va kichkinaroq turba va shu yerdan pishirilgan narsa otilib chiqadi. Menimcha shunaqaroq. Lekin ko'proq narsalarda. Bu yerda pishirilgan narsalar bilan tugamaydigan shashara bo'ladi. Men bu haqida afsuslanmayman deb umid qilaman. Va endi jichcha narsalar qo'shib qo'yamiz. Va shunday qilib pechka g'alati ko'rinmaydi. Men pastga lava qo'yib chiqdim va atroflariga ham. Va shunday chiroyli ko'rinyapti. Siz ham meni fikrimni to'g'ri deb bildirsangiz kommentariyga yozib qoldiring. Xo'p, men bilmadim nega buni qilganimni. Xo'sh, bo'ldi. Endi biz uni tekshirib ko'raylikchi. Jichcha ko'mirni ichiga solamiz. Menimcha ishlashi kerak. Yaxshi. Xo'sh, ishlayapti. Negadir qo'rqib ketdim. Vagoncha ko'mirlarni har bir pechkaga yuborish kerak. Xo'sh, o'ylaylik men jichcha ovqatni pishirmoqchiman. Agar men ovqatni shu pechkaga qo'ysam, pechka ishlashi kerak. Bom. Maza. Olg'a ishlayapti. Hamma pechkalar sekin-sekin yonyapti. Qani ko'ramiz, u qanchada narsalarni pishiradi. U o'zi pishirib bo'pti. Yo'q. Hamma qat uzib pishib bo'ldi. Va bu bari 15 sekund vaqt oldi. Va bu men o'ylaganimdan ham tezroq bo'ldi. Bilasizlarmi, menga nima yoqdi? Narsa olib turib, toshni ichiga solamiz. Va men uni pishishini kutishim qoldi xolos. Ajoyib. Yo-mayo. To'xtab qoldi. Nega u to'xtab qoldi? Hali beri hammasini pishirib qo'yilmadi-ku. Faqat u buzilib qoldi deb aytmanglar.
Yo mayo. Bu yerda ko'mir tugab qoldi va bu narsa mening esimdan chiqib qoldi. Mening planim manaqa. Qo'y, mayli. Meni planim manaqa. Biz super pechkani qurdik, endi ko'mir tugamasligiga hosil qilishimiz kerak. Va shuning uchun men shu yerning o'zida ko'mir beradigan zavod quraman. Birinchi qatorda oson ferma bo'ladi. Uni men bittadan 100 ta narsani pishirish uchun ishlataman. O'rtasini esa 1000 ta narsa uchun. Va mana oxirgisi va uning uchun men 100 ming ta narsa pishirish uchun ishlataman. Bittada. Va siz u yerda nima bo'lishida hayron qolasiz. Oson ko'mir topish yo'li bu bambuk. U juda tez o'sadi va uni birpasda ko'p qilsa bo'ladi. Va men u yerda narsalarni olgunimcha like va podpiska bosishingizni iltimos qilmoqchi edim. Va u fermada uchadigan narsa bo'ladi. Va shuning uchun sliz olish uchun ferma slizniga borib olamiz. Va albatta bambuk. Bambuk. Men buni bitta o'zim ko'ryapman. Shunchalik pastlikka hech kim bambuk tegmagan edi. Bu yerdagi balandlik 29. Yo'qol. Va bam. Endi esa bitta chiziqqa qilib mana qanaqa narsalarni qo'yib chiqamiz. Endi blokning ustiga reyslarni qo'yib chiqamiz. Shunday qilib o'sgan banklarni biz yig'ib olishimiz mumkin. Reyslar tepasiga joy qurib qo'yaman. Va shu joyga bambuk ekilgan bo'ladi. Va bam. Bambugimiz yerdan chiqib ketmasligi uchun oynakli devor quraman. Ajoyib. Hamma bambuklarni ikkitadan oldin uchadigan mashina quramiz. Bu mashina u yoqdan bu yoqqa uchadi va bambukni uzadi. Bu menga kerakli narsalar. Uchadigan narsani bu yerga va bu yerga 4 blok sliz ikki tarafidan va oynak. Sliz devorga yopishmasligi uchun. Qarovcha va obsidian, reston chiroq va tugmacha. Yoqadigan. Va bu tarafidan obsidian to'xtatish uchun. Boshqa joyga uchib ketmasligi uchun. Agar mashina bu yoqqa ketsa, u yoqqa yetish kerak. Avtomatik tarzda. Mana ko'rilchi ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Va ajoyib. Va agar kuzatilganga tegsa orqaga qaytib ketish kerak. Qani bo'l. O, yaxshi ishlayapti. Juda zo'r. Men har safar bambuk teg'ish uchun mana tugmachani bosishni xohlamayman va shuning uchun bu o'zi ishlashi uchun mexanizm quraman. Agar bambuk yetarlicha o'ssa, uchadigan mashina o'zi ishlab ketadi. Endi ferma o'zi ishlaydi. Va bu hayotimni juda yaxshilaydi. Bambuklarni olamiz va ekib chiqamiz. Hech qachon bambuk sochli deb o'ylamagan edim. Tushunmadim. Qayerdan uning sochi? Endi shu vaqtdan boshlab bambuk o'sadi va endi bambukni yig'ib oladigan joyni quramiz. Sunduqlarni qo'yamiz va mana narsalarni chiroyli ko'ryapti. Jichlikor qo'yamiz. Leshnisni qo'shamiz. Lyukchalar. Ajoyib. Shuncha so'mda ketadi deb umid qilamiz. Va endi jichishni turamiz va qancha bambuk olib kelishini ko'ramiz. Ajoyib. 126 ta stak. Birinchi ko'mir fermamiz tugadi. Bu ferma juda ko'p bambuk olib kelar ekan. Men sizlarga aytmoqchi edimki, keyingi fermalar 500 marta yaxshiroq bo'ladi bundan ko'ra. Va bizda bular poloslar. Orangizda ko'plari polosni ko'mir qilib ishlatsa bo'lishini bilmagan edingiz. Ularni olish juda oson va tez. Va polos fermasini qurish juda oson. Men aytdim-a? Avval yopishqoq boshini qo'yamiz va 6 blok sliz, 6 ta blok sliz. Dengiz koralli pastga va poloslar tepaga. Bu polos emas va mana shunday poloslar. Keyin oson reston mexanizm quramiz va keyin uni shunchaki yoqamiz. Bam. Nice. Yo'q, mana bunga qarang. Ulardan o'zi juda ko'p. To'xta. Yo'q. Ha, ferma juda yaxshi. Mening planim shundan bitta emas, shu devorni to'ldirib chiqish. Shunaqa fermalar bilan va ko'rib olamiz qancha polos chiqishini. Umid qilamanki, shu ferma kompyuterimni buzib qo'ymaydi deb. Bizga juda ko'p varonchalar kerak. Spoiler, men bu video davomida varonchalarni mana bu narsa deb aytganman. Endi videoga qaytaylik. Sunduqlar, portionlar va jichcha dengiz korallari. Birinchi bo'lib bu yoqqa uchib borish kerak. Men bilmayman nima bu yerga gapirishni boshlaganim. Vatta, qanday qilib cho'chqa zombida arbalet? Men bilmaganim ularni olib yurishini. U hattoki arbaletni otmayapti ham. Biroz aqlini ishlatib. Va yana aynakdan devor quramiz birinchi fermadaqa. Poloslar tushmashi uchun, poloslar ba'zan ichida uchib yurmasligi uchun devor orqasiga suv qo'yamiz va varonchalar
Hozirgina tushundimki, birinchi bo'lib varonchalarni qo'yish kerakligini. Yaxshi. Va nice. Va qolgan hamma varonchalar sanduqqa olib keladi. Ya'ni ko'p sanduqqa olib keladi. Chunki ferma juda ko'p bola sig'adi. Va nihoyat hamma fermalarni quramiz. Nega men buni o'ylab topdim? Bonshlarni qo'yib chiqishdan boshlaymiz. Keyin sliz bloklari va dengiz korallari va poloslar. Nima desam bo'ladi? Men juda qo'rqyapman. Poloslarning ko'pligiga qaranglar. Bonshlarni yondirish uchun hammasini restonga ulab chiqamiz. Shunday, hammasini yondirish uchun yana reston mexanizm quramiz. Agar va men hozir ruchkani bossam, ferma ishlashi kerak. Iltimos, o'yinimni buzib qo'yma. 3, 2, 1. Video to'xtatish. 3, 2, 1, 0. Yo-mayo. Yo-mayo. Mening FPS'im yaxshi emas. Yaxshi. O'ylaymanki, ferma juda tez. Ko'ryapsizlarmi bilmayman, lekin menda FPS umuman yo'q. Ferma juda ajoyib ekan. Va tez. Varonchalar to'ldi. Normalmi o'zi? Yo-mayo. FPS. Hamma varonchalar to'lgan. Menimcha bu men qurgan fermalar ichida eng tezi. Shunchalik oson ikkinchi ko'mir fermamiz tugadi. Men shu yerda 1 soatcha turmoqchi edim, lekin mening kompyuterim menimcha chida olmaydi. Nima haqida gapiramiz? 45 sekund o'tdi va уже to'ldi. Va endi bizda tugamaydigan bambuk va polos va bor yo'g'i bitta eng yaxshi fermer ko'rmasi qoldi. Uzr, ferma qoldi. Minecraft bo'yicha. Chunki bitta shu narsa to'liq 1 stak narsani pishirib bera oladi. Bitta narsa. Reston o'g'irlaymiz va milliard bulardan bam va shu narsani chopib olamiz. Nima deb aytilishi esimdan chiqib qoldi. Kapelniklar. Agar siz g'alabani topagan bo'lsa, bu lava. Lava bu Minecraftdagi eng yaxshi ko'mir. U juda ko'p narsani pishira oladi. Men xohlaymanki, biz lava fermasi juda katta bo'lishini va biz juda ko'p lava olishimiz uchun. Bunaqa maket. Bu narsa 2 daraja. Hozir hamma narsa uchun narsa ko'rinishi mumkin, lekin yaqinda tushunib olasiz. Borshini qo'yamiz, kuzatuvchi qo'yamiz va albatta reston. Bu narsani har bir urishda qaytarish kerak. Chunki bular aylanib harakatlanadi. Konverga o'xshab. Va bam. Xo'p, hamma boshlar ishlashga tayyor. Men o'ylaymanki tayyor. Men tushunmayman nima qurganimni. Yaxshi, tugmachani bosamiz. Ishlayapti. Olg'a. Yaxshi. Buni aytish qiyin, lekin kachollar dumaloq bo'ylab aylanyapti. Bu men qurgan narsalardan eng g'alatisi. Va hamma kachollarning ustiga bloklar qo'yamiz. Lava bloklarning ustida bo'ladi. Mana shunday. Va bloklarning pastiga kapelniklar qo'yamiz. Va biz fermani tugatganimizda kapelniklardan lava kacholga tomchilaydi. Hammasini lava bilan qo'yib chiqsa bo'ldi. Qani ko'p charak qilib olamiz. Va lava va jicha lava olamiz. Yo-mayo, ko'proq lava kerak ekan. Va bam. Va men bu yerga juda ko'p lava qo'ydim va tugatdim. Va mexanizm o'zi ishlayapti. Va ba'zi katellar o'zi to'ldi. Keling, fermani tugatib qo'yamiz va lava teradigan joyda quramiz. Qanday bu ishlaydi? O'ylaylik, men bu yerda turibman. Chelak bilan va inventarim narsa bilan to'ldiraman va LKMni bosaman. Inventarimga tushmagan chelaklar varonchaga tushadi, varonchadan esa sanduqqa. Narsa tashiyolmaydigan chelak beradi. Bu ferma men qurganlar fermalar ichida eng zo'ri. Nega bu yerda 1 soat turmaymiz va qancha lava bo'lishini ko'ramiz. Chelaklarni sanduqqa qo'yamiz va turamiz. Bor yo'q 10 minut o'tdi va o'sha sanduqlar to'ldi. Ferma men o'ylaganimdan ham tezroq ekan. Hamma bu lavalar bilan biz mingta narsalarni pishira olamiz. Ajoyib. Endi bizda 3 ta ajoyib ferma bo'lgandan keyin va ajoyib pechkamiz. Bu pechka endi kuniga 100 mingta narsani oson pishira oladi. Va endi men hech qachon oddiy pechkalarni ishlatmayman. Agar sizga shu video yoqqan bo'lsa, 100 like qilsangiz, men keyingi videoni qilishni boshlayman. Yana ko'rishguncha xayr.